bo'ldi. Shu munosabat bilan biz muxlislarimizga turfa savollar bilan murojaat etgandik, ijtimoiy tarmoqlarda joylangan. Aynan mana shu savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob topgan muxlisimizni taqdirlash istagimiz bor edi. Aynan g'olibimiz ham aniq bo'ldilar. Bugun sizni qarshingizda ularga qo'ng'iroq qilamiz. Demak, juda ham ko'p javoblar ichidan yuqorida biz taqdim etgan savolga javobni birinchi bo'lib taqdim etgan yuborgan ishtirokchimizning raqamlari aniqlangan. Hozir biz ularga qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Albatta, aynan bergan savolimizga to'g'ri javob berib, birinchilardan bo'lgan ishtirokchimizni allaqachon aniqlab bo'lganmiz. Ular Andijon viloyati Marhamat tumanida istiqomat qiluvchi Behzodbek Maqsudaliyev bo'ladilar. Raqamlari 55-24 oxirgi raqamlari. Hozir qo'ng'iroq qilaman va ularni bugungi g'olibliklari bilan chin dildan tabriklaymiz. Va mana shunday g'oliblik sizga ham nasib etishi mumkin. Dasturlarimizni kuzatib boring. Keyingi dasturlarda savollarga hushyor bo'lasiz. Birinchilardan bo'lishga harakat qiling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Bekzod, yaxshimisiz? Mening yurtim telekanalidan Bekzod aqvamiz. O'zi nima degan savolga zo'r javob berdingiz, esla olasizmi? Mening yurtim telekanal qachon tashkil etilgandi? Aha, Xo'sh. qachon ekan? 2014-yil 12-noyabr. Bu to'g'ri javob. Aynan sizni g'olib deb e'tirof etildi. Sizni tabriklaymiz chin ko'ngildan. Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Uylangansiz, a? Ha, uylanganman. Baxtli bo'ling, qo'sha qaring kelin bilan qarang. Hayitga sizga zo'r sovg'a bo'ldi va albatta sovg'a bor. Mening yurtim telekanalidan sizga muharrirlarimiz bog'lanishadi va sizga sovg'ani qanaqa olib ketishi va yetkazishni aytishadi. Tabriklaymiz. Kim bilan gaplashganlarni eslatib qo'ying ularga. Sizni Mening yurtim telekanalidan Muzaffarbek Mirzabekov bezovta qildim. Tabriklaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Raqamingiz albatta bizni xodimlarimizga taqdim etiladi. Ijodkorlardan ham xutovlarini qabul qiling deya aynidan dasturimizda sizga ism topdik. Va aziz mehmonlarimizni barchalariga